Yoqqanda esa obunachilar, sizlar bilan Mafluch. Bugungi videoda Minecraftda Poison degan ujis kartani o'ynab ko'ramiz. Bu meni eng yoqtirgan kartalardan biri. Originalniy zo'r karta. Xo'sh, bu yerdan qaysi birini tanlaymiz? Davay, hardni tanlaymiz. Xo'sh, bu yerda yo'q, buni kerak emas. Qani endi boshlaymiz. Nima ham qilarli? Sen tayyormisan? Agar tayyor bo'lsang, yana startni boshlaydi. Davay, tayyorman. Bizani duxti bo'layotdim bu. Davay. Potato Man degan odam chiqazgan bu kartani. Potato Man'ni boshqa kartalari ham bor. Agar xohlasanglar ularni ham o'ynab ko'ramiz. Mana Poison. Xo'sh, mana boshlandi. Xo'sh, kichik narsalar qishloqqa katta fojia olib keladi deydi. Mayli, ko'ramiz endi. Xo'sh, bu narsa menga kerakmi, menga qo'y. Xo'sh, qaysi tarafga o'tamiz? Davay, chap tarafga qidiryapti deydi. Bilet, sani kim qidiruvga bergan? Basharangni qara, jalib bosh. Uy, bitta nimalar bor? Tipa bu odammi, go'shimi endi? Mayli, menga qo'y, ovaraman. Odamnikimi, boshqanikimi? Xo'sh, yana uy, bitta hech nima yo'q. Jetel bilan kallasini tiqib qo'yibdi-ku. Iloji yo'q endi, mana shu tarafga borayotganmiz. Ebat. Endi qo'rqitdim deb o'ylading-da. Stiv Jobslarda ham ovqatlar pechka bor. Google bo'lsa, Google bor ekan, ovqatlarni pishirib olamiz. Xo'sh, xor. Kim bor? Alo, ochinglar. Mamni ochish uchun nimadir kerak menimcha. Betga boramizmi? Xo'sh, qilich topdik. Yaxshi. Narigi tarafga borib ko'ramiz endi. Yerda nima borligini ko'rib, balki most kalt toparmiz. Ovqatimizni ham olishimiz kerak bundan. Bu yerda hech nima yo'q. Mana key. Endi betga kirishdan oldin ovqatimizni olib kelishimiz kerak. Menimcha ovqat kerak bo'lsa kerak endi. Eng qiyin rejimiga qo'ydim. Xo'sh, pishgan hammasi. Qani go endi. Boshqani ochildi. Kim bor? O'g'rilikka tushdim. Brat nimadir tayyorlayapti. Shovqinch qazma deydi. Ochsangchi bir. Brat, bunday tortib oldi-yu. Basharani qaranglar. Qoch deydi. Bilet, qaqib qochaman. Kim qo'layapti? Meni yomonlik qilish niyatim yo'q edi, lekin brat yordam bermoqchi edim. Davay, boshqa iloji yo'q. Chetga. Bilet, meni qopqonga tushirmoqchi bo'lgan ekan. Bilet, o'xshamadi-yu. Nima qila olasan? Zagruzka. Xo'sh, omad tilayapti Jitel. Rahmat. Xo'sh, ikkinchi akt. Qanaqa qilib tushaman endi bu yerdan. Bizani tipa olib kelib qamab qo'ydi. Otvorli-yu. Xo'sh, bu yerda nimalardir bor. Bizga bolta kerak emas. Bu yerda qattidir ochdik, qanaqa sheydir. Xo'sh, qadrli noma'lum o'quvchi. Meni ismim Viktor. Men bu yerga Babel degan odam tomonidan 20 yildan beri shitda tipa qamalganman deyapti. Meni o'ylashimcha bu yerdan qochish uchun yillar kerak bo'ladi. Lekin men buni bir kunda uddalarim. Bu yerdan qochish uchun senga kerak bo'ladigan hamma narsa tipa sabr, aniqlik. Xo'sh, bu yerga kiramiz. Xo'sh, kamera qanaqa joylar betlar? Bochkalarni ochib ko'ramiz. Bu qilich. Kamon, bu kerakmi yo'qmi bilmadim endi. Pishmagan go'shtlarni olmaymiz, chunki menda uji bor go'shtlar. Tipa bu yerda yo'q, ishlarkan bu. Tipa bu yerda odamlarni qiynaydi-da. Mayli, zindon deydi-yu. Qanaqa jetel bu? Qo'rqib ketgan jetellar. Xo'sh, jetellar qo'rqib yotibdi. Ana, nima? Kim zo'rladi? Nima bo'ldi sizlarga? Xo'sh, bu yerda brat turibdi, kachoy. Sizni ham bir ushlagan bo'lsa jala. Mana ushlash qo'ynadir uni. Xo'sh, yashaydigan xona. To'xta, stop. Tepada ana jetellar qamalgan joydagi sandiqlarni ochdimmi? Menimcha ochdim. Qalqon bitta. Yashaydigan xonaning eshigi ochildi. Eshik ochiq edi menimcha. O'qlarni olamiz. Aniq kerak bo'lishi kerak menimcha. Ikkita kamon, bittasini tashlab yuboramiz. Bu yerda nimalar bor? Yo'q, hech nima. Qani ketdi endi. Bu yerda boshqa mana hech nima yo'q. Unda pastga tushamiz. Mana bu joydan pastki qavatda ochimiz unda. Xo'sh, bu yerda endi nimalar bor? Bochka, yana qilich bor ekan. Bular kerak emas menimcha. Nima? Qopqonmidi? Sandiqdan narsalarni olish mumkin emasmidi? Mana bu yo'l ochildi, oson bo'libdi. Nima yibammi bu? Nima qilyapti? Men o'lib qolibdi. Nima bu? Poнял. Kimdir bizani o'ldiryapti. Qani, mana dalbayobini. Qani, basharasini qaranglar. Davul, yoqqa.
bitta o'ldirib qo'yapti-yu, bilyapti. Chala bekor eng qiyin rejimga qo'ydimmi deyman-da. Bilaman, bitta udar berishga ulgurmayapman-ku. O'ldirish mumkin buni. Bilya, endi nima qilamiz? Bilya, qanaqa bu devorlar orqasidan uryapti? Bilya, dalboyapmi bu? Qanaqa o'ldirish mumkin bu? Bilya, menimcha o'ldirib bo'lmaydi buni. Menda bitta g'oya bor. Davay, qochish kerak. Kelyaptimi? Kelyaptimi? Da, endi chalg'itdi uni. Endi pastga tushamiz-da. Endi pastda nima bor? Pastda endi ko'zdan kechiramiz. Bet-bum bo'sh ekan baribir. Mana laboratoriya, betda ham ochish kerak. Xo'sh, bet nima? Qozonxona deydi. Qanaqa qozonxona bu? Mana bitta kiradigan joy bor ekan. Xo'sh, u betda da eshiklarni, mana laboratoriya har xil eshiklarni ochadigan joy bor ekan-da. Mana ochildi, tushib ketdim bile. Xo'sh, chiqamiz. Qani, ochildimi endi ko'ramiz. Da mana laboratoriya da hovli ochilibdi. Laboratoriyani ham eshigi ochildi. U biratni qiynab qo'yishibdi, zo'rlashibdi birat. U endi zo'rlanadigan birat ekan. Bo'ldimi? Boshqa hech nima yo'qmi biza ko'radigan? Da, menimcha bo'ldi. Endi hovliga chiqamiz. Bu yerda nima bor? Bu yerda ham qizil vino deydi. Nima bu? Dalbayapmi bu? Qizil vinoni bu yerda qaysi daun ichadi? O'zi o'lib ketdi deb turgan joyda qizil vino ichganlar bormi? Xo'sh, boshqa joyi yo'qmi? Mana shu kiramizmi o'zi? Budinnik. Yeb bilet. Pashon naxuy. Ular bak bo'lib turganda men bitta ochib, hech nima yo'qmi baribir? Bilya, qanab ketaman endi bu yerdan. Bilya, qilichim sindi-yu. Mayli, o'larli boshqa iloj yo'q edi menimcha. Xo'sh, anu yiban qatta. Bilya, yana tepaga uni olib chiqib chalg'itishimiz kerak ekan. Zaybal qildi. Davay buyoq. Bilya, qochishga ham ulgurmayapman-ku. Bilya, hozir qaraylar. Qani qoch. Bilya, bitta udarli uryapti-yu, necha qancha uran olar ekan. Bilya, menimcha buni o'ldirishga ham imkoni yo'q menimcha. Qilichimni ham yarim ketyapti, buni o'ldiraman deb. Bilya, qisib tursang-chi, gitjam bormi? Bilya, bu bittada o'ldiryapti, to'g'rimi? Anu ko'chadagi anu katta maxluqlar ham dashi ikkita uchta udarli o'ldiruvdi bizani. Qoch endi, ketib tur. Bilya, zaybal. Da, qoch, davay. Ulguramizmi yo'qmi bilmayman. Davay mashikka. Da, yaxshi, endi paytdan foydalanib, uni chalg'igandan betga tushib olishimiz kerak. Kelyaptimi kimdir? Kelayotgandek tuyuldi. Hovliga qatdan chiqardi. Mana hovliga chiqamizda, boyagi joyga borib ko'ramiz. Mojid anu ikkita mol chiqqan joydan nimadir ochsa, ili nimadir topsa bo'lar. Bilya, yeppa. Bilya, daraxtlarni ham sindirib tashyapti. Bilya, o'ldim-ov. Da, men bitta yoqish kerak ekan. Bitta yoqdim jalab. Kema. Bilya, mayli sandiqda nimadir bor edi, mayli olmaymiz. Shart emas menimcha. Xo'sh, pastga tushamiz. Anu yo'riqnomani o'qib chiqdim. Xo'sh, endi menimcha logika bo'yicha men bitta bosishimiz kerak edi. Yana nimani bosish kerak? Bitta yoqdim. Yoqdim buni ham. Xo'sh, endichi. O, izimrudli kim? Normalniy. Minecraft butun umr uddalolmagan ishi bu mod uddalabdi. Bilya, pastga tushib ketdi-yu bu. Mayli, pastga tushib kelgan bo'lsa, unda tepani mamtlarni ko'rib chiqamiz. Nimalar yoqiq, nimalar uchiq. Chunki boyagi joyda yana nimandir yoqdi-da. 6 ta nimandir yoqib chiqish kerak ekan, ya'ni. Bet kalt emas menimcha. Shu tepa qavatda menimcha. Bet ochilibdi. Bet yo'q edi menimcha. Da, mana kalt topdim. Xo'sh, salyutlarni ikkinchi qo'lga olamiz, chunki bilet shitdan nihoya foyda yo'q ekan. Da, mamtga qo'yib ochamiz bu xonani. Mana da ikkita joy ochildi. Endi pastki qavatdan ochsa bo'ladi. Betdan qochib ketib bo'lmaydimi? Yo'q, ko'rinmas bloklar bilan yopib tashlagan ekan. Xo'sh, endi betda ochamiz menimcha. Da, qat ochildi. Ochildi. Mana pastki qavat. Xo'sh, endi qatga boramiz. Pastga tushib ketish kerak ekan. Tunnel, yaxshi. Qanaqadir tunnellardan chiqib gaz nimandir portlatib qochish kerak edi. Da, biza portlatdi, tunnelga tushdik. Значит, to'g'ri yo'ldan ketyapmiz. Xo'sh, 3-akt suvli joy deydi. Qanaqadir da xaritalar. Menimcha xarita bizga kerak bo'ladi. Uchalasi bir xil bo'lsa, menga kerak emas. 4 talasi bir xil ekan. Bu 4 kishilik karta menimcha. Значит, bizga hozir o'q ili salyutda otish kerak emas. Shuning uchun davay tushamiz. Bitta tez harakat qilish kerak menimcha. Bilya, tez bo'l. Biling, chunki havo tugab qoladi. Bizga go'sht ham kerak. Qornimiz ochibdi. Buni o'rniga buni olib qo'yamiz. Qatga borish kerak. Hozir qaranglar. Xaritaga yuzlanadigan bo'lsak, nima bu? Kimdir urdi hozir. Bu yerda ham maxluq bormi? Xo'sh, men Adamanmi shunda? Adan Bga borish kerakmi? Bga bomba qo'yishimiz kerak, shunda terroristlar yutadi.
Xo'sh, mana bu tarafga borishimiz kerak menimcha. Bu nima? Bля, hozir o'laman. Chala bekor shader qo'ymanmi deyman-da. Umuman qop-qorong'i-yu. Vaqtinchalik shaderni o'chirib turdim, chunki umuman hech nima ko'rinmayapti. Xo'sh, pastga tushamiz. Xo'sh, endi qayerga boramiz? Mana shu tarafga borishimiz kerak menimcha. Bля, davay. Endi go. Xo'sh, davay. Bu yerga keldik, o't oldik. Endi bu yerda nima bor? Kerak emas. Xo'sh, sandiq bor. Bu yerda yana xarita bor ekan. Bu yerdan faqat bittasini olamiz. Keyin pastga tushish kerak emas menimcha. Xo'sh, bilet ikkalasi bir xil xarita ekan-u. Bu bilet daxuya odamli o'yinmi deyman-u. Xo'sh, pastga tushamiz. Qanaqadir joylar. Bu mana chiqadigan joy menimcha. Yo'q, to'xta, nafas oladigan joy ekan. Xo'sh, davay. Ulgurdim. Xo'sh, qayerga borish kerak endi? Xarita umuman tushunarsiz. Qayerga borishimiz kerak? Xo'sh, bu yerga. Xo'p, bu yerga keldik, to'g'rimi? Davay. Nafas. Yaxshi, mana bu yerga kirib ko'ramiz menimcha. Yana boyagi joymi? Zaybal ekan, o'rnimiz ochiq qolibdi. Xo'sh, nima bu? Kim uryapti? Zaybalmi? O'zi qiynalib topolmayapman. Borishim kerak bo'lgan joyi. Xo'sh, bu yerga kirsak, bu yerda qanaqadir tunnellar bor ekan. Bitta nafas olsak bo'ladimi? Nafas to'pdan chiqadi. Zaybal ekan-u. Zaharli baliqlar bor ekan-u, ishib ketadigan. Xo'sh, mana bu oxirigacha borib ko'raylik-chi. Mojida bu yerda yo'l bor ekan. Mana yo'l ochildi. Xo'sh, endi boyagi qulf eshik bor edi menimcha, qizil blok turuvdi yonida. Shet ochilganmi? Nafas. Xo'sh, qaysidir eshik. Mana bu eshik ochilibdi bizada. Baliqlar yuribdi-yu. Xo'sh, bizga ovqat kerak. Baliqlarni urib olsak bo'lmaydimi? Xo'sh, mana bu joyga kirishimiz kerak. Xo'sh, mana yana bitta kalit ochamiz. Xo'sh, yana bitta joy ochildi. Bu yerda sakrab ham bo'lmaydi, saybal. Xo'sh, davay. Bu yerdan tepaga chiqamiz. Bundan nafas olamiz. Joyiga qaytamiz. Havo tugab qolibdi. Idi naxuy. Nafas kerak, nafas. Xo'sh, qiyin bo'lyapti. Bizning nafasimiz full. Endi ko't baliq, idi naxuy. Mana bu joy ochilibdi. Biz nafas olamiz birinchi. Xo'sh, keyin ovqatlanib olamiz. Qorin ham tez ochar ekanda, zaybal. Xo'sh, kelgan joyimizga boramiz unda. Mana shu yerga kirishimiz kerak xarita bo'yicha. Xo'sh, bu yerda endi eshik bor ekan. Qanaqa joylar bu? Har xil eshiklar. Yo'q-mayo. Xo'sh, mana bu tarafga borishimiz kerak. Bu yerda nimalar bor ekan? O'qlar yaxshi. Yaxshi qilich. Nezerit. Yaxshi, nezeritli qilich. Bu kundali ekan tipi. Omborda chordoq qolib chiqargan lift bor ekan. Liftni kaltini topishimiz kerak ekan. Xo'sh, menimcha endi shaderlar yoqib o'tsak ham bo'ladi. Xo'sh, mana shaderlar yoqib oldim. Spawn point qo'yiladi ish qilib. Biz qayerga borishimiz kerak? Xo'sh, hamma xarita ham menimcha endi kerak emas menga. Shu yerda kaltni topishimiz kerak ekan. Mana chirmoqlarga tilmashib, sekin kaltni topishimiz kerak. Bu yerda ham anaqa hayvonlar bor ekan. Undan qochishimiz kerak. Xo'sh, kalt qayerda endi? Pidarazlar. Amchi tez o'ldiradi u. Kalt qayerda bo'lishi mumkin endi? Qoch. Bu nimaga ketmayapti endi? Saybalmi bu? Ketdimi ular? Ketsalaring-chi, mana qaranglar. Teshikdan ham udar o'tyapti. Xullas do'stlar, mana shu joyigacha o'ynadik. Keyingi qismi chiqishni xohlasanglar, albatta like bosinglar. Bu yana davom etadi. Menimcha kartani yarmiga kelib qoldik. Agar davomi chiqishini xohlasanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlar bilan full 3 bo'ldi. Keyingi videogacha, to есть keyingi shu kartani keyingi qismigacha idin